Bugun vaqtim ko'proq bo'lgani uchun sizlarga yana test tahlil qilib berishga harakat qilaman. 69-70 testlarni tahlil qilamiz. Timer ilgu Murime tapashib shu quyidagini o'qib savollarga javob bering. Har bir javobimiz 3 balldan berar ekan. Eng asosiy ballarni e'tibor bergan bo'lsangizlar, savol qancha olmishdan keyingi savollar yuqori ball beradi. Shuning uchun iloji boricha shu oxirgi savollarni yaxshilab o'qib tarjima qilishga harakat qilinglar. Bu yerda k ga to'g'ri keladigan so'zni topishimiz kerak bo'ladi. K ga to'g'ri keladigan so'z, keyingi 69 da k ga to'g'ri keladigan so'zni topish kerak. 70 da esa matn nima haqida ketayotganini topishimiz kerak bo'lar ekan. Tarjima qilamiz va to'g'ri javobni topishga harakat qilamiz. Uri kajogin chogi opsimnida. Bizning oilamiz oldin qilib ko'rmagan. Demak, k o'rniga qandaydir so'z qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizning oilamiz oldin qilib ko'rmagan. Kreso chonin kutung an halmonikeso nurerel chuahanin kot mullasimnida. Kreso. Shuning uchun oldin bu vaqt davomida buvimning qo'shig'ini yaxshi ko'rishini bilmagandim. Kreso shuning uchun chonin men kutung an bu vaqt davomida tong an mobaynida buvimning deyapti. Nurerel qo'shiqni, cho'anni yaxshi ko'rishini kosil mullasimnida bilmagandim deyapti. Kronde ammo kronde ojid pame halmonikeso kunyoni chute changil cho'simdida. Ammo kechqurun buvim spektakl taklifnomasini berdilar deyapti. Kronde ammo ojid pam kechqurun halmonikeso buvim kunyon spektakl chute chang taklifnomasini cho'simdida berdilar. Ki kunyoneso halmonika nurerel hanel kot imnida deyapti. Bu tomoshada buvim qo'shiqni aytarkanlar yoki aytadigan joyi bor ekan. Bu tomoshada, kunyoni tomoshada buvimning qo'shiq aytadigan joyi bor ekan. Urika jogi kunyonin karyogi hamnida. Bizning oilamiz bu tomoshaga bormoqchi.